farzandingizda ona. Shu birgina so'z zamirida butun mehr, butun sabr, butun bir kechirim yashiringan. Har bir inson bu so'zni aytar ekan, yuragida nimadir qimirlaydi. Bu kimdadir sog'inch, yana kimdadir afsus, yana kimlardadir esa minnatdorchilik. Ona har qanday vaziyatda ham farzandini bag'riga bosishga har doim kuch topadigan, eng samimiy mehr, eng ishonchli tasalli manbai. Ona bitta so'z, ammo butun bir olam. farzandingizda Avvalo farzandingizdan ko'rsatuvida ishtirok etish uchun tashabbus ko'rsatganingizga sizga minnatdorchilik bildiraman. Sizdaqa ota-onasini ardoqlaydigan, e'zozlaydigan, qadrlaydigan farzandlar ko'paysin. Xudo xolasa bugungi uchrashuvimiz, bugungi suhbatimiz o'zligini topa olmayotgan ayrim farzandlarga namuna bo'ladi va shu orqali o'zligini topadi, ota-onani qadrlashni o'rganadi degan umiddamiz. Farzandingizdan ko'rsatuv birinchi soni mehmoni Nigora Imomova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigora opa, podkastimizni boshlanishida bitta satrlardan boshlasak, o'qib eshittiramanda, undan keyin savollarga o'taman. 15 yillik ro'molini hali yangi deb. Nimagadir yoqar menga shuning rangi deb. Menga ul bul oberay deb urinmay hadeb, o'zing yaxshi kiyin deydi mehribon ona. Ba'zan yo'qlab bora olmasam vaqtimdan nolib, ishga bo'lgan muhabbatim kelganda g'olib, o'zim aybdor bo'lsam-da yonimni olib, seni ishing qiyin deydi mo'ynisam ona. Ko'ylak olib beray desam yoniga kelib, hajga olib boray desam yelkamga ilib, so'zlarimni tinglaydi-da ohista kulib, to'ylaring qil keyin deydi mehribon ona. Yorga tutdim, sovg'amidi, dasta gulmidi, birga ketdim, bayrammidi, yaxshi kunmidi, onam mening uyimdagi qora bo'lmidi, men bor, sizlar boring deydi mo'ynisam ona. Bu satrlar bir insonni onasi haqida, onasiga berilgan ta'riflar edi. Ana endi sizga savol, sizni onangiz qanaqa? Bu satrlar bir insonni emas, hammamiz onamizga tegishli. Go'yoki meni onam ham shunaqa, meni hayotimdagi eng ulkan ilhom manbaim meni onam bo'ladi. Onam juda oddiy, sabrli ayol, lekin yuraklari juda ham bardoshli, ulkan yurakli ayol. Biz oilada 3 farzandmiz. Uchala farzandni ham insoniylikka, mehnatga, o'qimishli bo'lishga undagan ota-onam bo'ladi. Biz hozir sara insonlar safida yuramiz, uchala farzanddan. Biz ota-onamiz shu safga qo'shish uchun o'zlari sara insonlar safida bo'la olmagan, tunu-kun mehnatdan tinishmagan. Hamma onalar menimcha birday mehribon bo'lib, bizni Andijon onalari, Vodiy onalari, o'zimizni O'zbekoyim onalari hammasi bir xil. Faqat farzandini oldida o'lguncha tirgak bo'lib turishadi. Rahmat. Demak, siz onangiz ham xuddi satrda keltirilgan so'zlarga mos tushadigan ona. Albatta, hamma onalarimiz shunaqa. Ana endi hamma podkastlarda oxirida blitz savollar berilsa, bizda podkastni boshida blitz savollar tayyorlab kelganman. Qani qay darajada onangizga siz e'tiborlisiz? Aytishadi-ku, qiz farzand o'g'il farzanddan ko'ra mehribonroq bo'ladi deyshadi. Faqat savollarimga tezlik bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, onangizni yoqtirgan rangi? Yashil. Sevgan fasllari? Bahor. Sevib iste'mol qiladigan taom? Xamirli taomlar. Mumkin bo'lmagan taom? Yoqtirmaganmi? Mumkin bo'lmagan taom. Yegisi keladi, lekin yeyolmaydi shu kunlarda. Unaqa taom yo'q, Xudoga shukr. Lekin hamma onalarda menimcha bo'ladi bunaqa taom, lekin sizlarga aytmagan bo'lsa kerak. Yana bitta savol. Siz bilishingizni istamagan, ammo
siz allaqachon bilib bo'lgan sirlari bormi? Bor Bor. yoki yo'q? Bor. Bor, undan xabar bor sizga. Ana undan keyin bir umr qilishni xohlagan, ammo haligacha qila olmagan ishlari bormi? Onammi? Onangiz Bor. bor. Mana o'zingiz ham farzand tarbiyasidasiz, ulardan juda katta umidlar kutasiz, ona sifatida, siz ham ona sifatida. Bir vaqtlar ota-onangiz ham sizga juda katta umidlar tikishgan. Ana endi birinchi navbatda ona sifatida ayting, farzandingizdan nima kutyapsiz u? Ana undan keyin aytishingiz kerak. Farzand sifatida onangiz va otangiz xohlagan, sizdan kutgan natijalarni qay darajada bera olyapsiz? Bu savol menga juda ham og'riqli va ta'sirli. Shu o'rinda farzand tarbiyasi naqadar qiyin ekanligini o'zim ona bo'lganimdan keyin va yillar o'tib mana farzandlarim ulg'aygan sari sezib boryapman. Shu 3 ta farzandni ichida ota-onani eng qiynagan farzand men bo'laman. O'tish davrim nihoyatda qiyin o'tgan. Undan keyin hayot sinovlari, oilaviy muammolarning orqasidan ota-onam juda ham ko'p charchatganman yuraklarini, lekin shunda ham ota-onam menga bilintirmagan. Doim yonimda tirgak bo'lib, suyanch bo'lib, menga turtki berib turishgan. Men farzandlarimdan kutardimki, shu o'tish davridan o'zim cho'chib turaman farzandlarimni. Menga o'xshab o'tish davri og'ir kechmasin. Men o'zim psixologman. Shunaqa o'tish davridagi o'smirlar bilan ishlayman, lekin ona sifatida farzandlarim bilan bu holatda ishlash menga naqadar qiyin tuyuladi, tasavvur qilsam ham. Endi ota-onamga men hali nima deydi? Ular menga ko'rsatgan hamma ne'matlari uchun javob qaytara olganim yo'q. Bir umr hech kim javob qaytara olmaydi ota-onaning qiyinchiligiga. Lekin biz oddiy oiladamiz. Biz oiladan doktor, professorlar chiqmagan. Onam o'qituvchi, sizlar oliy ma'lumotli bo'lishinglar kerak deb biz o'qitgan. Men shu hayot qiyinchiliklaridan keyin ota-onamning oldida ancha nima deydi, o'zimni noqulay his qilganman va mayli oilaviy hayotim nima deydi, besh bahoga arzimasa ham men farzandlarimga namuna bo'laman. Shu doktorlik, professorlik eshigini birinchi men ochaman naslimizda deb niyat qilganman. Bu nafaqat meni orzuyim doktor bo'lish, fan doktor bo'lish, bu meni ota-onamga ko'rsatgan ehtiromim sifatida qabul qilishsin. Juda yaxshi. Mana hozir ilm yo'lidasiz. Izlanyapsiz. Kechani kecha demaysiz, kunduzni kunduz demaysiz. Ilm yo'li eng mashaqqatli yo'l hisoblanadi. Ilm yo'liga boringizni berasiz, joningizni fido qilasiz. Juda zo'r adolat qilasizda vaqt nuqtai nazaridan. Endi savolim, ota-onangizga ham shunaqa vaqt nuqtai nazaridan adolat qilyapsizmi? Afsuski yo'q. Men juda ko'p hamkasblarimdan, yaqinlarimdan so'rayman, onangiz bilan qancha vaqt ajratib gaplasha olasiz deb. Ulardan ham xuddi o'zimdagi javobni kutaman. Uyga borib onam bilan shoshilib gaplashib, shoshilib qaytib kelaman. Onamga hech ham to'ymayman deyishadi. Men ham shunaqa. Ish, farzandlar, ilm yo'li bilan ortinib, ular bilan nima deydi, tunu kun bemalol xotirjam gaplashib, dildan suhbat qurish kunlari yilda juda kam kunlarini tashkil qiladi. Biz farzandlar nima deydi, bolalarimiz yosh, ishimiz bor, hamma nima deydi, teng kelib qolar ekanda, onamiz bilan shoshilib ko'rishib, shoshilib gaplashib, shoshilib orqaga qaytamiz ekan. Bu meni eng armonli kunlarim. Agar bolaligingizdagi eng baxtli kunlarni biriga bir kunga qaytib qolish imkoniyati bo'lganda, ya'ni yashash imkoniyati bo'lganda, qaysi kunga qaytgan bo'lardingiz? Shu ota-onamdan o'tgan istalgan kunga qaytgan bo'lardim. Men sho'xro farzand bo'lganman. Kaltaklarni rosa yerdim ota-onamdan, onamdan. Shu kaltak yesam ham shu bolaligimning bir kuniga qaytgim keladi. Hozirda bu natijalarga baribir erishishingizda, hayotda o'zingizni o'rningizni topishingizda baribir ota-onaning o'rni juda beqiyos. To'g'ri, biz hech qaysi farzand ota-onaga u xoh 10 ta bo'lsin, 20 ta bo'lsin, baribir ota-onani bergan mehrichalik adolat qila olmaydi. Bu ota-onaning qoniga singib ketgandir. Tuyg'uda farzandni yaxshi ko'rish, sevish.
hozirgi Nigora Imomovani shu darajaga yetishida onangizni qaysi so'zlari turtki bo'lgan? Onam rosa qiynalib ketsam doim aytardi, hech qachon ko'z yoshingni boshqalarga ko'rsatmagin. Ko'z yosh bu boshqalar oldidagi mag'lubiyat belgisi. Sen yig'laganingni hech kim ko'rmasin. Sen kuchli bo'lgin. Shu kuchli sen ideal deb bilayotgan insonlar ham shunaqa chig'iriqlardan o'tib chiqqan. Inson shuncha nima deydi, qiyinchiliklarga chidagani uchun ham kuchli bo'ladi. Kuchli bo'lgani uchun ham u jamiyatda eng chiroyli o'rinlarda o'tiradi. Hech qachon yig'laganingni ko'rsatmagin deydi. Bu borada dadam juda ham mehnatkash inson, halol inson, hech qachon birovni diliga ozor bermayin deb ko'p gapiradi. Keyin bir chiroyli o'xshatishlari bo'lardi dadamni. Hech bo'lmasam shu viloyat hokimining o'rinbosari bo'laman, xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'laman viloyatda desam, bizning hokimimiz 3 soat uxlar ekan. Sen 4 soat uxlagin, qolgan vaqtingni ilmga, farzandlar tarbiyasiga, o'zingni o'stirishga bag'ishlagin. Shunda sen shu orzu qilayotgan o'rningga erishasan derdi. Meni doim shu narsa o'zimga turtki bo'lib turadi. Agar onangiz haqida kitob yozilsa, uni nomi nima bo'lar? Bardosh. Bardosh. Demak, 3 ta farzandni tarbiyalab, demak, so'zlaringizdan ma'lum oson bo'lmagan. O'zi hech qaysi ota-onaga farzandni tarbiyalab, uni jamiyatga qo'shish o'zi oson jarayon emas va mana shu jarayonni siz ham hozir boshingizdan kechiryapsiz. Qay darajada uddalayapsiz? Men onamdagi bardoshni menda undan biri ham yo'q. Lekin shu uddalashimga ham ota-onam menga yordam berishyapti. Lekin hech qachon men onamga o'xshamasam kerak deyman. 10 dan necha baho qo'yasiz shu? O'zimgami? 3. Oilada nechta farzandsizlar? 3 ta. 3 ta. Siz akam, men, singlim. Nima deb o'ylaysiz? Ota-onangiz endi hamma farzanddan kutadi, lekin mehrni, e'tiborni singlingiz va akangizga nisbatan ko'proq mehr bera olyapsizmi? Ota-onaga e'tibor bera olyapsizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men ko'pincha onamga dil izhorlarimni aytishga nimagadir uyalaman. Singlim quchoqlab, yaxshi ko'rib, o'pib, dil izhorlarini ayta oladi. U erkak farzand bo'lgan. Akam ham har holda ayta oladi, lekin men nimagadir uyalaman. Shuning uchun ham shu 8-oktyabr sanasini juda ham ko'p kutaman, har yili kutaman, lekin shu ishlardan ortini bunaqa nimaga meni sharoitim, vaqtim bo'lmasdi, lekin eng xayrli kun bugun ekan. Mana shu onamga ayta olmagan dil izhorlarimni aytgani keldim. Bemalol mana qaysi kameraga istasangiz aytishingiz mumkin, ko'rsatuvda imkoniyat bor. Onangizni yaxshi ko'rishingizni va dil izhorlaringizni qani eshitamiz, sizga 1 daqiqa vaqt. Onajonim, umrijoningiz omon bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Farzandlarim bilan sizni yaxshi ko'ramiz. Siz kutgandan-da a'lo kunlarda sizga baxshida etishga va'da beraman. Siz bardoshlar, mehrlar, tartiblar qirolichasisiz. Onam bardosh timsoli. Hamma onalar, yosh onalar onamga o'xshashini juda ham xohlar edim. Agar onamga o'xshaganda, hamma onalar onamga o'xshaganda, balki shu ajrimlar ham bo'lmasdi. Chunki juda ko'p, masalan, hozirgi ajrimlar besabrlik natijasida kelib chiqyapti. Albatta ayol kishi, o'zbek ayoli, sharq ayoli sabrli bo'lishi shart. Men shu sabr, bardosh timsolini onamda ko'raman. Onangizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. 3 ta so'z. Birinchisi mayli bardosh deylik. Bardoshlik. Tasalli beruvchi, hamdard, bardoshli, hamdard, oq ko'ngil. Oq ko'ngil. Istalgan bitta insonni biz nima deydi, yomon xislatlarni aytsak, yo'q, uni tushunish kerak.
ma'no holatlar uni shu nimaga olib kelgan deydi-da. Haqiqiy psixolog onam. Mana shu sanagan sifatlaringiz sizda 100% dan necha foizi bor? Bardoshlilik, hamdardlik va hukmdillik. Men oxirgi 5 yildan beri o'zimga e'tibor qilyapman. Onamga sekin-sekin o'xshab ketyapti meni fe'llarim, xarakterim, ko'p narsaga chidash kerakligim va bunda kuch topa olayotganim. Hozir 60% o'xshayman. Lekin o'xshash uchun umrimning oxirigacha harakat qilaman. Rahmat. Agar onangizdan uzr so'rash imkoniyati bo'lganda, nima uchun uzr so'ragan bo'lardingiz? Hammamizni ko'nglimizda borda, baribir bitta uzr so'raydigan joyimiz bor. Shu qaysi sababga ko'ra bo'lishi mumkin? Men onamni har kuni ko'rgani bora olmasam ham, lekin onamni har kuni rasmlarini tomosha qilaman va onamni ko'zlaridan har kuni bitta aybimga uzr so'rayman. Shu o'tish davrim nihoyatda qiyin kechgan meni o'smirlik paytim. Shu aybim uchun mingdan ming uzr so'rayman onam oldida. Agar o'sha davrga qaytganingizda xatolarni to'g'rilash uchun nimalar qilgan bo'lardingiz, nimalar qilmagan bo'lardingiz? Onamni birinchi aytgan so'ziga yo'q ko'ngan va onamni hech qachon gapidan chiqmagan bo'lardim. Keling shu yerda bitta syurpriz bo'lsin. Aytyapsiz, onamga unaqa til izhorlar qila olmayman, qandaydir uyalaman. Balki sizdan keyin singlingiz bo'lganligi uchunmi, siz katta farzand bo'lganligingiz uchunmi? Keling shu yerda o'zida qo'ng'iroq qilaylik-da. Bitta yaxshi ko'rishingizni ayting-chi, onangizni ham bir eshitaylik. Unga qanaqa reaksiya qilar ekanlar? Telefoningiz yoningizdami? Qani telefonni olib beringlar? Telefonim. Telefon qayerda? Albatta bugun tug'ilgan kunlari menimcha to'g'ri qabul qiladi. Qani shunda bilib olamiz, siz yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi yoki yo'qmi, shu yerda ma'lum bo'ladi. Onamni ko'ngli juda ham bo'sh. Alo. Dada, assalomu alaykum. Aya, assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Ha, yaxshimisiz? Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzun bo'lsin. Hajlarga har yili borish, hajlarda yashash nasib qilsin ilohim. Ilohim, amin. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Farzandlarimni to'ylarini, farzandlarimni nabiralarini ko'rishlik baxtiga ham muyassar bo'ling ilohim. Voy, Xudoyim aytganing kelsin. Mana shu nabiralarimizni ham xursandchilik, baxtli kunlarida yonida duo qilib turishlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Rahmat. Tanjoning sog' bo'lsin, seni ham umring uzoq bo'lsin. Martabalaring bundan-da baland bo'lsin. Rahmat. Niyat maqsadlaringga yetgin. Men qanaqa darajaga yetsam, hammasi sizning duolaringiz, harakatlaringiz, mehnatlaringiz bilan. Rahmat. Yaxshi ham meni onam siz bo'lgan ekansiz. Katta rahmat sizga. Rahmat. Bugun boramiz nevaralaringiz bilan. Ha, kelinglar. Xo'p. Kutyapmiz o'zi. Xo'p. Kelaringlar. Rahmat, bo'pti. Xo'p. Yora sog' bo'lgin sen ham. Hamisha tanjoning sog' bo'lsin, bolalaringni biz baxtimizga. Rahmat, xo'p. Bo'pti, rahmat. Xo'p. Sal qolsa yig'laverardi, yig'ladi ham. Sizni qarang. Ona shunaqa mehribon zotki, Nigora opa bitta savol kelib qoldi-da. Mana siz ham onasizda. Har bitta ona o'zi shunaqa mehribon bo'lib tug'iladimi yoki mehrni ham o'rganish kerakmi? O'rganish kerak. Buni ham menga onam o'rgatgan. Farzandlaringni tug'ilgan kuningiz bilan onajon deb seni tabriklashga o'rgatgin yoshligidan. Endi tili chiqqan paytdan u senga qo'g'irchoqchasini bersin, mashinachasini bersin, lekin seni tabriklasin. U keyin uyatmasdan shu uni nima deydi? An'anaviy holatga aylanib qolar ekan-da.
Undan tashqari meni onam ona mehrini o'zi ko'rmagan. 4 yoshida dadasidan, 7 yoshida onasidan ayrilgan ekan. Shuning uchun ham balki mehrlar timsoli bo'lsa kerak meni onam. Rahmat kattakon. Menimcha dildan suhbat qurdik. Mana ta'sirlanib ham ketdingiz, yig'ladingiz, gaplashdik. Ilohim bugungi tavallud kunlari bilan onangizni ham muborakbod etamiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Sizni ham hayotdagi faoliyatingizda, ilmiy faoliyatingizda zafarlar tilaymiz. Eng zo'r onalardan biri bo'lib yurish nasib qilsin. Farzandlaringizni ilohim baxt kamolini ko'ring. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, farzandingiz ko'rsatuv orqali navbatdagi yillarda ham, yubiley yoshlarda ham birga shu yerda chiroyli holatda ko'rsatuv qilish nasib qilsin. Sizga ko'rsatuvda ishtirok etishda yana bir bor tashabbus ko'rsatganingiz uchun, onangizni yaxshi ko'rganingiz uchun, otangizni qadrlaganingiz uchun va mana shu xislatlarni, mana shu tuyg'ularni farzandlarga berish mumkin bo'lgan mehrdan ortinib saqlab qolganingiz uchun Nigora opa sizga kattakon rahmat aytaman. 8-oktyabr meni yaratgan egamni eng buyuk ne'matini menga bergan kunini bir eslatmasi. Bu borada bir o'zbek onalariga dil izhorlarim bor edi. Albatta. Onajonlarim, siz muhabbat, mehr, tozalik, bardosh timsolisiz. Barchalaringizni umringiz uzun bo'lsin. Ilohim Allohning dargohida duolari ijobat bo'ladigan bandalar qatorida bo'ling. Jannatlarda eng xayrli ayollar safida bo'ling. Shunday o'g'lonlarni, sharq qizlarini voyaga yetkazishda, kamol toptirishda barchalaringizga chiroyli bardosh tilayman. Umrlaringiz uzun bo'lsin. Andijonim onalari, Vodiy onalari, O'zbekyoyim onalari, barchalaringiz oldida men bosh egaman. Rahmat, boringizga shukr. Yaxshi ham o'zbekmiz. Sizni ham qilgan niyatlaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Tashrif uchun yana bir bor rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Farzandingizdan Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli onaxon, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Biz Nigora opani hamkasbiman. Farzandingizdan loyihasi, farzandingizdan ko'rsatuvining ilk sonida bizni eng ko'rsatuvning qahramoni bugun siz bo'ldingiz. Tabriklaymiz bunaqa yoshlarni. Ko'pini ko'ring ilohim, farzandlaringizga hamisha bosh bo'ling. 3 nafar farzandni oq yuvib, oq taraf dunyoga keltirib, jamiyatimizga, xalqimizga manfaat tegadigan yaxshi insonlar qilib o'stirganingizga, albatta tog'am bilan birgalikda o'stirganingizga sizlarga kattakon rahmat aytaman.
bizni loyihamizda bir ramziy tarona bor va mana shuni qizingiz nomidan, farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Ketdik. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Oshna topdim, lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, otajon, g'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimdan, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizda o'ltiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, farzand bo'lib yoningizda o'ltiray. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Rahmat. Ilohim. Hamisha yorug' bo'lsin. Shunaqangi chiroyli xursandchilik kunlarida xalqning xizmatidan aslo charchamaydi. Tan joyinglar sog' bo'lsin. Rahmat onajon. Ham baxtlari butun bo'lsin. Ilohim. Onajonlaringlar ham hamisha sog' bo'lsin sizlar baxtinglarga. Ilohim. Shunaqangi chiroyli yigitlarni o'stirgan ota-onalarga ham rahmat. Amin. Ilohim. Qani? Aytoring. Parvardigorim, o'zing tinchlik, xotirjamlik bergin, yaxshi kunlar bergin. Yomonliklardan hamisha najot bergin, yaxshilaring bilan siylagin. Mana meni hurmat qilib kelibsizlar. Mana farzandlarim ham hammalaridan xursandman. Tanjonlari sog' bo'lsin. Bu yerda meni akalarim, opalarim, bolalarim turibdi. Hammasini tanjonlari sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Quloq olsa oltin bo'lsin. Hamisha meni Allohim mana bugungi kunda mana shunday chiroyli kecha bilan siylabdi. Sizlar shunga sababchi bo'libsizlar. Alloh sizlarni hamisha yaxshiliklari bilan siylasin. Hamisha tanjonlaringlar sog' bo'lsin. Hammalariga tashakkurlarimni bildiraman. Sog' salomat bo'linglar. Endi hali gapim to'polmayman. Sizni harfda duoingiz o'zi chiroyli. Hamisha shunaqangi xursandchilik kunlarimiz bardavom bo'lsin. Sizlar ham mana shunday chiroyli kunlarda xalqning xizmatini qilib, shunaqangi xursandchilik hozir menichi dunyolar bo'lib ketdi menga. Shunday hali chiroyli nima hadya qildinglar. Juda ham katta rahmat. Tanjonlaringlar sog' bo'lsin. Endi hojilarga borganda kelinglar. Yana kelasizlar endi. Endi biz sizlarni haligi mana dadamiz tug'ilgan kuni bo'ladi. Endi sizlarni hamisha taklif qilamiz. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat. Hammamizni Allohim o'zi iymonli qullarning qatorida qilsin. Allohu akbar. Onajon, rahmat. Onajon bu dunyoda rahmat. Insonni birinchi suyangan odami ota-onasi bo'lsa, ikkinchisi bu jigarlari bo'lar ekanda. Nigor opam
Bitta akam bor. Mana siz ham akalarim bor dedingiz. Bitta akam bor. Shu akamga atalgan bitta chiroyli qo'shiq qilib bering meni nomimdan deganda, mana shu taronani tinglasangda, mana shu kayfiyatda bizni ko'rsatuvimiz yakuniy qismi bor. Buni siz bilan biz xudo xolisa agar siz ruxsat bersangiz, biz shu tasvirga olish jarayonlarini mana shu xonadonda o'zida davom ettirsak. Birinchi avval aka sizga atalgan Nigor opamning nomidan, singiz nomidan qo'shiqni O'g'limda bittaginada. Har 10 ta bo'lsa ham bittasi deb qo'yadi-yu. Shu bolam hammaga yaroqlilikdan xursandman. Hamisha tanjollari sog' bo'lsin. Bizni nihoyatda hurmat qiladi. Farzand mana shu singllarini ham hurmat qiladi. Hamisha ellik koriga yarayapti, Xudoga shukr. Allohim shunaqangi ne'matni bizga berganiga hamisha xursandmiz. Allohimga shukrlar aytaman. Hamd sanolar bo'lsin. Mana Nigoraxon qizimga ham Allohim ishlarini ilgari qilsin, martabalarini bundan-da baland qilsin. Bizni hurmat qilsa, Alloh bularni hurmat qilsin. Hamisha Allohim yaxshilari bilan siylasin. Men mana shu bir donagina o'g'lim bilan nihoyatda faxrlanaman. Tanjolar sog' bo'lsin. Aka Nigor opam oldiga o'tib oling, bitta esdalik mana shu taronani siz uchun jonli ijroda yangraydi. Aytolmagan dili sorlar. Ketdi. Peshonamga bitganda g'amni, ko'zimga tor qilsa alamni, shu ezilgan yurakkinamni mehri bilan o'ragan akam, yiqilganda suyagan akam. To'yar bo'lsam bir kun baridan, hayot qizg'ansa gar zardan, bu dunyoning tashvishlaridan singlisini ayagan akam, yiqilganda suyagan akam. Ayagan akam, ayagan akam, singlisini ayagan akam. Mehri bilan umrim bezatgan, xatolarim bo'lsa tuzatgan, nasibasin menga uzatgan. Yo'q kunimda yaragan akam, singlisini suyagan akam. Yon atrofim to'lsa g'animga, qalqon mendek ko'ngli yarimga, o'g'il qizim farzandlarimga baxt va iqbol tilagan akam, yiqilganda suyagan akam. Ayagan akam, ayagan akam, singlisini ayagan akam. Ayagan akam, ayagan akam, singlisini ayagan akam. Singlisini ayagan akam. Farzandingizdan Avvalo tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Biz loyihamiz orqali shu hozirgi paytda farzandlarni ota-onani qadrlash, ularni borida qadriga yetish, tuyg'ularini yanada shakllantirish. Chunki odam tirikchilik bilan mashg'ul bo'lib ketgandan keyin ozgina ota-onaga bo'lgan mehrini, umuman o'zligini yo'qotib qo'yadi-da. Shu narsalarni mana shu ko'rsatuv orqali yana qaytarmoqchimiz. Sizga oddiy savollar beraman. Birinchi mana blitz savollardan boshlab faqat tez javob berishingiz kerak bo'ladi. Qiyin emas. Yoqtirgan rangingiz qaysi? Yashil. Eng sevimli faslingiz qaysi? Bahor. Eng sevib iste'mol qiladigan taomingiz? Osh. Osh. Mumkin bo'lmagan taomingiz ham bormi? Siz yeyishingiz mumkin bo'lmagan Yo'q. shukurlar. Xudoga shukr, sog'ligim joyida. Yaxshi. Hamma narsalarni iste'mol qilishim mumkin. Buni berganim sababi shu blitz savollarni qizingizga ham berdim va quvonarlisi deyarli bir xil chiqdi. Bu degani qizingiz sizni turmush tarzingiz, kunlik hayotingizga doim qiziqib turadi, siz bilan doim tashvishlanib turadi. Siz haqingizda bu juda yaxshi. Har bitta farzand o'zi aslida shunaqa bo'lishi kerak. Ana endi asosiy savollarga o'taman.
uch nafar farzandingiz bor. Xudoga shukr. Farzandlaringizni birinchi marta ona degan so'zni aytganda ko'nglingizdan nimalar o'tgan? Eslay olasizmi o'sha kunda? Albatta eslay olaman. Aya deb tili chiqqan. Endi dunyolarga sig'maganman, chunki meni onam o'tib ketgan erta. Shunga Xudoga shukr, haligacha chiroyli muomala qilib, mana 40 yoshlarga ham yaqinlashib qolishyapti. Xudoga shukr, hurmatimizni joyiga qo'yib, bir-birini o'zaro hurmat qilib, farzandlarim yaxshi, rahmat. Hammasi ham zo'r. Mana farzandlaringiz biri mana yaqinda fan doktori bo'ladi, yana biri shifokor, o'zini o'rnini hayotda topib ketyapti-da. Farzandlaringiz unib o'syapti, o'zini yo'lini topib boryapti. Savolim shu turmush tashvishlari, ish masalasi bo'yicha kundan kunga misol insonmiz hammamiz sizdan yiroqlashib borayotgani sizni tashvishga soladimi? Yo'q, mendanchi farzandlarim uchalasi ham yiroqlashmaydi. Hamisha mana o'g'lim, Xudoga shukr, kattasi o'g'lim 36 yoshga kirdi. Juda ham chiroyli muomala qiladi, katta-yu kichikka, hammamizga ham mana qarindosh urug'lardan chiroyli xabar olib turadi. Bizdan uzoqlashmaydi, chunki mana bittagina kelinim bor. Uni ham qizim deb qabul qilganman, u ham meni onam deb qabul qilgan. Juda chiroyli oilada tarbiya ko'rgan. U ham shifokor, juda chiroyli juftlik bular. Farzandlari Xudoga shukr mana ikkita, bir o'g'il, bir qizi bor. Hammasi ham Xudoga shukr, jamiyat o'zini o'rnini topib, unaqangi haligacha men farzandlarimning orqasidan hech kimdan yomon gap eshitganim yo'q. Rahmat. Mana bitta kichkina qizim ham yaqinda Xudo xolasa fan nomzodi bo'ladi. Toshkentda institutda ishlaydi, u ham faoliyat yuritadi. Toshkentda yashaydi, u ham 2 nafar farzandi bor. Men nihoyatda farzandlarimdan Allohga shukr qilaman, to'g'ri tarbiya beribman. Deyman, mana meni xo'jayinim oddiy quruvchi. Mana shu bolalarimizni chiroyli yashash uchun ikkalamiz teng xizmat, mehnat qildik, ularni o'qitdik. Bular ham tirishqoq bo'ldi, hammasi ham bilimga tashnab farzandlardan bo'ldi. Mana juda chiroyli endi jamiyatda o'zini o'rnini asta-asta topib ishlashyapti. Rahmat. Yana bir savol, agar sizda shunaqa imkoniyat bo'lsa, eng baxtli damingizga, eng baxtli kunlaringizga bir kunga qaytish imkoniyati bo'lganda qaysi paytga qaytgan bo'lardingiz? Bolaligimga qaytardim. Sabab? Ota-onam bor edi. Doimiy hayolimda turadi meni ota-onalarim. Ular biri shifokor edi, biri o'qituvchi edi. Nihoyatda chiroyli, tarbiyali, ana shu zamonda oldi obro'li kishilaridan edi. Endi Allohim qisqa umr bergan ekan, ular o'tib ketdi. Lekin men ash bolaligimda juda chiroyli yashaganmiz. Haligacha men ash bolaligimni qo'msayman-da. Hayolimda shu biz Paxtabod tumanidagi madaniyat qishlog'ida yashaganmiz. Ana shu yerdagi uylarimiz ko'zimning oldidan o'tib turadi. Zamonaviy uylar, endi ana shu paytdagi eng zamonaviy uylar bizniki bo'lgan. Dadam Sayfuddin Pamijon aka shifokor bo'lib Paxtabod tumanida ishlagan, ko'p yerlarda ishlagan. Onam ishlagan Paxtabod tumanidagi 26-maktabda madaniyat qishlog'ida ishlagan. Juda ham chiroyli, go'zal ota-onam bor edi meni. Shu keyin ulardan keyin bizni onalari Oltinoy onam tarbiyaladi, o'qitdi, hammamizni jamiyatda o'zimizni o'rnimizga ega bo'ldik, akalarim, singlim, hamisha mana 4 ta farzand qolgan bo'lsak, bizni nihoyatda oqtarab, hech qanaqalik ota-onamizni yo'qligini bildirmagan, lekin baribir odamni ko'nglida kemtik turadi. Baribir ularning o'rni boshqa. Men juda ham ko'p shu o'tgan ota-onalarimni, shu onalarimni, katta onalarimni eslab qo'msayman. Nihoyatda bolaligimga qaytib keladi. Juda yaxshi. Mana farzandlar ulg'aygan sari ularni yutug'ini ko'rib quvonasiz. Ba'zi joylarda bu hayot qoqilishlar bo'ladi, turtilishlar bo'ladi, muvaffaqiyatsizliklar bo'ladi.
sizni farzandlaringiz bilan bog'liq bo'lgan qaysi holat sizni qattiq yig'latgan? Yo'q, men nima deydi, endi taqdir shu ancha-muncha nimalar bo'lib o'tdi, lekin ular izlari bosilib ketdi. Shu gapirishni xohlamayman. Lekin farzandlarim hammasi ham baxtli. Xudoga shukr. Kasbkorlarga ega, o'zini o'rniga ega. Xudoga shukr. Haligi nima deydi? Bu xo'jayinimni aka-ukalari, qarindoshlari, yaqin qarindoshlari ham hammasi o'zini o'rniga ega insonlar bo'lgani uchun men ham aytaman, shu dadasini ham nimasi yaxshi, hali palagi toza deb qo'yadi-yu. Shunga o'xshab meni farzandlarim ham nihoyatda katta kichikka hurmatda bo'lib, hali men farzandlarimdan nima qilmadim. Endi shunaqangi nimalar ham bo'lib o'tdi. Endi lekin ularni unutaman. Keling eslamaylik. Ha, unutaman. Shunday chiroyli kunlarda. Albatta. Hali sekin-sekinchi vaqt davo ekanda. Vaqt davo bo'lib davolaydi ekan. Haqiqatdan ham unutasiz ekan u yomon kunlarni. Chunki haligi farzandlari ham ulg'ayib, bo'y ko'rsatyapti. Shularga quvonib, hali nabiralaringizga ham quvonib, odam unaqa nimalarni unutaverasiz ekanda. Demak, bundan xulosa qilsa bo'ladiki, zarari sog'lik, salomatlik ekan. Farzandlarni ham sog'lik, salomatlik ekan. Mana Xudoga shukr 6 ta nabira ko'rdim mana shu farzandlarimdan. Juda ham chiroyli, bir-biridan shirin. Hammasi uchun ham Allohga men juda ham hamd sanolar aytaman, shukrlar qilaman. Endi bundan ortiq nimani talab qilsam bo'lmasa kerak deyman, noshukrlik bo'lmasin deyman. Hamisha mana farzandlarim hammasini ham dunyoviy ilmni ham, diniy ilmni ham egallashligini nihoyatda istayman. Xudoga shukr, ular egallashyapti. Rahmat. Bundan demak xulosa qilsa bo'ladiki, ota-ona hech qachon doim farzandingiz doim yutug'i, muvaffaqiyati esida turadi, lekin uni kamchiliklarini unutishga kuch topadi va unutib yuboradi deb xulosa qilsak bo'ladi. Lekin bular haligi shu vaqtgacha hech ham mana o'g'lim 36 ga kirdi, Nigora qizim 34 yoshga kirdi, kichkina qizim 28 yoshga kirdi. Bularda orqasidan birorta bir yomon gap eshitmadim. Shunga ham Xudoga shukr qilaman. Mana Nigora qizim ham mana shu qishloq xo'jaligi institutida ishlayotgan bo'lsa 3 yildan buyon. Avval maktabda ishladi. Maktabda ham chiroyli ishladi. Mana endi oliygohda ishlayapti. Shu yerda ham endi o'zini mehnatkashligi bilan o'zini o'rnini topyapti asta-sekin. Shunga hammaga ham rahmat aytaman, atrofidagilarga ham, ustozlarga ham rahmat aytaman. Demak, meni farzandlarimni to'g'ri yo'naltirgani uchun faqat ota-ona emas, bu yerda ustozlarning ham o'rni katta bo'ladi. Hayotga to'g'ri yo'l ko'rsatganligi uchun men ana shu farzandlarimni ustozlaridan ham minnatdor bo'laman. Juda ham tashakkurlarimni bildiraman. Haligacha men ulargacha 1-oktyabr mana ustozlar kunlarida "Voy ustozingni esingdan chiqarma, ustozingga bir hadya jo'nat, yo tabrik jo'nat" deb turaman men. Haligi nima deydi? O'zim o'qituvchi bo'lganligim uchun meni ham haligi nimalarim, shogirdlarim istab kelib turadi. Ko'zlarimda yosh bilan qarshi olaman men shu nimalarimni ham, o'quvchilarim. Men juda ham ko'p 35 yil ishladim maktabda. Mana juda ham ko'plab o'qituvchilar nimalar bor, shogirdlarim bor. Ularni ham o'zimni haligi nima deydi, farzandlarimda yutuqlariga juda ham xursand bo'laman-da. Demak, men aytaman, o'qituvchilik kasbi demak juda ham yaxshi kasb ekan. Haligi boshqa insonni farzandi uchun ham, uni erishgan yutuqlari uchun ham siz xursand bo'lasiz-da. Bunaqangi nima hammaga ham berilmaydi-da. Bizda unaqangi bir gashlik, anaqa bo'lmaydi. Xudoga shukr, xursandman. Hammadan xursandman. Sizlarga ham tashakkur. Rahmat sizlarga. Rahmat va suhbatimiz eng so'ngidagi savol bo'ladi. Mana bugun tavallud kuningiz. Mana shunaqa baxtli atrofida turibsiz, farzandlarning orzu-havasini ko'rib turibsiz va aynan bugungi kunlikda, ayni damda farzandlaringiz uchun qilinadigan duoni eshitmoqchimiz. Bitta duo qilasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim, avvalo o'zingga shukr. O'zingga beadad shukrlar, hamdlar bo'lsin Parvardigorim. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudlar, salovatlar, salomlar bo'lsin. Mana shu Parvardigorim hammasi uchun senga tashakkurlarimni, hamd sanolarimni aytaman. Menga shunday
mana shunday tinch yurtda yashaganim uchun Xudoy Allohim o'zingga shukr Parvardigorim. Dunyoda qaysi bir chetlarida insonlar qiynalib yashayapti. Biz mana tinch yurtda hamma narsa to'kin sochin, chiroyli yurtda yashayapti, suvlari serob yurtda yashayapmiz. Mana shunday yurtda yashaganim uchun ham men Allohga hamd va sanolar aytaman. Musulmon qilib yaratganiga shukr Parvardigorim. Menga mana shunday boshpanalarni berganiga shukr. Mana shunday ziyoli farzandlarni berganiga shukr Parvardigorim. Hamisha mana shu farzandlarimni ham umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, tuprog'i oltin bo'lsin, hamisha ishlarini ilgari qilib, yuzlari hamisha yorug' bo'lsin. Parvardigorim har bir ota-onani farzandi ham yutuqlarga erishsin, kamlik, karamlik ko'rmasin. Hamisha meni ularning qatorida, ko'p qatorida meni farzandlarim ham umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha Allohim yuzlarini yorug' qilsin. Mana shunday go'zal kunlarda, xursandchilik kunlarda hamisha bir-birimiz bilan yonimizda bo'lib, mana shu farzandlarimni bo'ylaridan quvonib, nabiralarimni ham bo'ylaridan quvonib yurishdi. Allohim bizlarga ham nasib ro'z aylasin. Hamisha bularga duoda bo'laylik. Farzandlarni hamisha duo qilish kerak-da. Duo eng yaxshi farzandlar uchun bir nurli yo'l deb o'ylayman. Hamisha meni farzandlarim ham ko'p qatorida, unib o'sganlarning qatorida bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Suhbatga rozilik bildirganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin, martabalar bundan da baland bo'lsin. Mana shu xalq ichida chiroyli bo'lib, mana shunday xalqni insonlarning ko'nglini olib, haligi bir insonni ko'nglini olish Ka'bani obod qiladi deydi. Shunday mana shunday chiroyli ishlaringlarda sizlarga hamisha omad yor bo'lsin. Hamisha ishlaringlarda Allohim o'zi ilgari qilib, yuzlaringlar yorug' bo'lsin. Sizlarni mana shunday qilib chiroyli qilib tarbiyalagan ota-onalaringlarni ham Allohim umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilsin. Farzandlaringlar bo'lsa, farzandlaringlarni ham tan joylari sog' bo'lsin. Hamisha hammaga, hammalarni baxtlari butun bo'lsin. Sizlarni hammanglarga baxti butunlik tilayman. Hamisha mana shunday xalq xizmatida aslo charchamanglar. Iymonli pullaringni qatorida bo'lsin Parvardigorim. Rahmat, sog' bo'ling. Voy, men sizga kiruvdingiz, ko'zimga suv uchiradingiz. Hali nimada videoda qo'shiq ekanda, voy mana kim aytibdi, voy go'zal aytibdi, buni qayerdan topibdi debman deng. Siz ekansiz, tanjoningiz sog' bo'lsin. Bugun ko'rish nasib qilgan. Voy aynan ay bolajonim, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandingizda Bugun ko'rsatuv orqali bir oddiy insonni ota-onasiga bo'lgan mehrini qandoq bo'lsa shundoqligicha sizlarga taqdim etdik. Yuqorida berilgan savollarga o'zingiz qalbingiz bilan birgalikda javob topishga harakat qilib ko'ring va adolatli qaror chiqaring. Unutmang, siz ertaga boraman degan manzilingizda sizni bugun keladi deb kutayotgan insonlar bor. Salomat bo'ling. farzandingizda